Hürmetli vatandaşlarımızı devamlaştırıyoruz. Amerika matbuatları çünkü hazır 5'i yok çivinge ayrılıp kaldı dep görsetti. Mavzulu haber 4. ayının 14. günü Wall Street gazetede ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Cungo iqtisadi taraqqiyotinin ostalab qilishi, Cungo gumron buludu nazariyasining yana qaytib kelishi, poychak bozoridagi davolg'ush hamda Cungoda doirlarning yuqorqi hodislarga xato siyosat bilan taqobil turishi, dunyo bo'yicha Cungoning iqtisodidan ansirashni kuchaytirib etdi. Amerika'da neşir kılınan Wall Street gazeti 4. ayının 13. günü Cungo'nun patkakka petip kalgan islahatı ve Cungo'nun patkakka petip kalgan Cungo iktisadi mavzuluk makale ilan kılıp makalede mındak görüstüldü. Beijing hazır chet el şirketlerine bargan sıra çeklime koyuvatıdı. Hem dünyadan ayrılıp kelyaptydy. Makalede mındak görüstüldi. Cungo sipel soqawatydy ve dünyadan kaçıwatydy. Halkara terset yani devlet alqıgan şirketler Cungo'nun islahat elip berişini sevirçallık bilen kütmekte. Bir xil baraber oyun oynagyçy süptide halkara sodur aynyga kirişini Cungo'nun bir xil baraber oyun oynagyçy süptide halkara sodur aynyga kirişini kütmekte. Lekin Cungo Amerika Södügerler Cemiyeti'nin sevir taqtini tügetti. Amerika Södügerler Cemiyeti'nin sevir taqtı çekigi yetti. Cungo özü çekigi yetkizip koymakçı deydi Wall Street gazeti. Makalede yani mındak görüstüldü. Cungo'nun iqtisat sahasında qattiq olturup kalışidin saqlanışqa şinəlisəkmi? Biroq Cungo xalqaro jamiyatdan ayrılıp kalışni kötürüp qopalmaydı. Xalqaro jamiyatning hamkorligi Cungo üçün intayin zararı. Hukuk beşidikiler işinishi kerakki, ular xalqaro jamiyat bilan uzoq muddat hamkorlashish orqali ko'p ishlarni qila oladi. Amerikaning simliq televiziyasi CNN iqtisodning taraqqiyoti ostalab qoldi. Cungo nima qilish kerakligini bilamda. Mavzuluk maqola e'lon qilib, maqolada mundaq ko'rsatdi. Biz Cungo'ning o'zining masalasi bilan o'zining ovora ekanligini bilamiz. Özünün meselesi bilen Cungo'nun özünün avarı bolayotganligini bilamiz. Sanoat hareket gücüne yoqtib qo'ydi. Demek sanoat canlanış gücünü yoqtib qo'ydi. Eksport tuvallab ketyapti. Her qaysi şirketlerinin qarzga bo'g'ilib qilishi kishini ansirtidi. İkinci derecelik iqtisod davlati kengayish sur'ati ishonchlik motoriga aylanishi kerak edi. Hozir iqtisodning o'sish sur'ati 25 yildan buyon eng tuvan chekka tushib qoldi. Buni CNN Amerikaning simliq televiziyasi Cungo'ning iqtisod to'g'risida to'xtalib shundoq da'vatida vatandoshim. 25 yildan keyingi eng tuvan chekka tushib qoldi. Ansiraydig'inimiz iqtisodiy taraqqiyotning ostalab qolganligi emas. Mas'ul bo'lib, Cungoni alg'a yetaklaydigan iqtisodni tinchlik ichida o'tkinchi davrga yetaklaydigan strategiyachilardir. Demak, biz iqtisodning chekinishi va iqtisodning ostalab qolishidan ansirab qolmayotimiz, balki shu iqtisodni yetaklaydigan Cungoning iqtisod strategiyachileri yoki mutaxassislarning qilayotgan ishidan biz hozir ansiraymiz deydi Amerikaning CNN ismli televiziyasi. Mustaqil iqtisod tadqiqotchisi Shergo Jong mundaq ko'rsatdi.
müstakil iqtisod tadqiqotchisi Shekbo Jung bunda ko'rsatdi. Bu kishilar o'zlarini qobiliyatlik vaziyatni o'ngshiy oladigan kishilar deb hisoblaydi. Jungodagi iqtisodshunoslar o'zlarini shunday hisoblaydi, shunday chaqlaydi deydi. Endi qarasak bu kishilar beshi yo'q chivinga o'xshab qoldi. Chigojonim deydi iqtisodshunos, Jungoning iqtisodshunoslar hozir beshi yo'q chivinga o'xshab qoldi. Biz unumlik, yetarlik, taqobil turish tadbirlarini ko'rolmadik Jungoda. Iqtisodning taraqqiyot chekinganda unumlik, yetarlik, taqobil tura oladigan bir tadbirni ko'rmadik hozirgacha. Bu ahvol haqiqatan kishini bearam qiladi. Fakat psixik davolashni kishilarni qoyil qilib, hamma ish yaxshi bo'lib ketadi deb kishilarni xushal qiladigan optimistik qarashlarni ko'rib turibdik. Gazetlarga maqola e'lon qilib, radio, televiziya tashviq qilib, Jungoning iqtisodi bundoq yaxshi taraqqiy qildi. Ati o'gin yaxshi bo'lib ketadi, uy imorat tijorati deydigan mushundoq psixik davolashdan boshqa Jungoda iqtisoddan chekinishiga taqobil turadigan haqiqiy bir tadbirni ko'rib yetolmadik deydi Shigojo.